Assalomu alaykum. Grenval brendi asosida ishlab chiqarilayotgan dekorativ sun'iy yashil devor bizning mahsulotimizga qiziqqanlar uchun qanday to'g'ri o'rnatish uslubini ko'rsatamiz. Bugun ko'pchilikdan tushgan savol va takliflar. Mana oldi tomoni chiroyli ko'rinishga ega, lekin orqa tomonida profillar ko'rinib qolgan. Nimaga aynan shunaqa bo'lishini, buni qanday yo'qotsa bo'lishini bugun tushuntirib o'tamiz. Mana demak, buni qotirishdan oldin buni standart balandligi, dekorativ mahsulotimiz standart balandligi 1 metr bo'ladi. Profili esa yerdan tepagacha bo'lgan masofasi bu ham 1 metr bo'ladi. Bu yerda shunda uch-mo'ch qilingan. Bunaqa vaziyatlarda aslida sim bilan emas, orqa tomonidan shurub bilan qotirilganda ko'rinmay ketardi. Bunday vaziyatda chiqib ketish uchun eng asosiy to'g'ri yechimi profilni 1/1 emas, yerdan mana shu tepagacha bo'lgan masofasi 90 cm bo'ladigan bo'lsa, 10 cm ortiqchasini 5 cm tepaga qarab tortiladi, ya'ni profil o'ralib ketiladi. Pastda ham xuddi shu usulda o'raladi. Keyin sim bilan bog'laganda ham sim ko'rinmas edi, ham profil ko'rinmay ketardi. Ham chiroyli vid bo'ladi. Orqadan oldindan bir xil ko'rinishga ega bo'ladi.